Yenidən gitar öyrəniyotqanlar bilish tegishlik, nurg'un gitarchi bolalar ko'p ishlatadigan 4dan 4lik 10 qo'l pas chalishdan bahralab olib keldim. Bir taz yuragim besotqash o'rgangan bo'lsin, rahmat. Oldi bilan men sizlarga mushu pasni qanday naqshlarga ishlasak mos keldi. Bir ikki naqshni azroq yerni yetib ko'rsatib qo'yay. Ondan pasni ostlatib ko'rsatib qo'yay, bilgini olaylik. Bu pasçayımız 8 bölekке bölündü. Astı üstü yerimiz okşaydı. Mesela astıga 1 degan vaqtimizda baş barmoqniki göğüs qismi bilan 1, 2 deganda tırnaq yuzi bilan astidan üstüge bir necha dardim boshlab 2 astini o'xshaydi. Yeni bir ildig'ayr o'xshamaydigan yeri bundaq basqa vaqtimizda olqon bilan bosdik. Basqa yerdan ko'rsatkich barmoqniki göğüs qismi bilan astidan üstüge ilimiz. Endi biz buni tartib bo'yicha mashq qilib baqsaq, eskartib qo'yadigan muhim ishlar, siz mashq qilgan vaqtimizda cho'qim qo'lingizni qilib 1-2 minut mashq qilib qilaman deb tashlab qo'ymay, cho'qim mashinaga astoydil bo'lib, kuni yarim soatdan 1 soatgacha vaqtingizni, zehningizni birib, rahat mashq qilsangiz cho'qim sizni chala olasiz. 0 seviyadan boshlab men gitar chalishni o'rganib baqsam bo'ldi deganlar, joyingizda o'ltirib ham o'rganadigan unidor tor darsxona tuzib qo'ydim. Men sizning xatolarıngizni tuzib, men sizni yetaklab chiqaman. 2 oydan ichida o'zingiz gitar chalib naqshatag'da seviyamga akib qo'ymay degan gap. Men o'rganib baqaychi deydiganlar, gitar o'rganadiganlar, setib oldiganlar 132 79 97 07 28 unday qo'shib aloqalasangiz bo'ldi yoki ustidagi birinchi xatdan birisi unday qo'shsangiz bo'ldi. Gi ar san s bu liu chi ba ar san s bu liu chi ba ar san s bu liu chi ba ar san s